Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi o'quv qo'llanmamizdan 51-bitdan davom etamiz. Baytun uy, baytuka sening uying. Baytuhu uning uyi. Baytuha u ayolning uyi. Bayti mening uyim. Demak, bayt so'ziga ka, hu, ha, i degan qo'shimchalarni qo'shib, demak, egalik almashlarni qo'shib so'z birikmalari yasadik. Abun so'ziga qo'shsak nima bo'ladi? Abunga kani qo'shsak abuka, o'rtada bitta vav ham qo'shilar ekan. Abuhu, abuka sening otang. Abuhu uning otasi. Abuha u qiz bolaning otasi. Abi mening otam. Demak, abi ye qo'shimchasi meniki degan qo'shimcha qo'shilganda oraga vav qo'shilmas ekan. Mana bunaqa vav qo'shilmas ekan. Axun aka, axuka sening akang. Axuhu uning akasi. Axuha u ayolning akasi. Axi mening akam. Axun so'zida ham abun so'zi bilan bir xil ekan. Demak, ka, hu, ha qo'shimchalar qo'shilganda oraga vovlar qo'shildi. Ya'ni axun so'zi o'zi ikkita harfdan iborat edi, lekin mana bu holatlarda orada vov qo'shildi, lekin axi so'zida qo'shilmadi. Abi va ummi fil bayti. Otam va onam uyda. Ayna abuka ya Hamidu? Otang qayerda ey Hamid? Zahaba ila suqi. Bozorga ketdi. A akhuka tabibun? Sening akang tabib shifokormi? La, huwa mudarrisun. Yo'q, u o'qituvchi. Zaynabu fi Riyadi. Zaynab Riyoz shahrida. Akhuha fi Toifi. Uning akasi Toifda. Va abuha fi Damami. Va uning otasi Damam shahrida. Hada tolibu abuhu vazirun. Bu talaba uning otasi vazir. Va akhuhu tajirun. Va uning akasi tijoratchi. Demak, tajirun kabirun bu yerda sifat ham bor ekan. Va uning akasi katta tijoratchi, ya'ni savdogar. Zahaba akhi ila al-madrasati va zahaba abi ila al-jami'ati. Mening akam maktabga ketdi va otam bo'lsa universitetga ketdi. Muhammadun, Xolidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. E'tibor beringlar, bular tanvin bilan keldi. Endi mana bular. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muaviyatu, Akrimatu. Bular demak tanvinsiz keldi. Demak, muannaslik tochasi qo'shilsa lafziy muannas bo'ladi, lekin aslida muzakkar o'g'il bolaning ismi, lekin oxiri tanvin olmas ekan. G'oyri munsarif hisoblanadi. Iqro'il amsilatal atiyata wadbit awakhiraha. Demak, quyidagi misollarni o'qing va oxirlarini aniqlang. Demak, oxirgi belgilarni o'zimiz qo'yamiz. Xolidun, Hamzatu, Abbasun, Anasun, Muaviyatu, Hamidun, Usamatu, Akrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Al-kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Az-zamilu o'rtoq, az-zawju er, wahidun bitta, fatan yosh yigit, ma'a birga, at-tiflu yosh bola go'dak, al-Kuvaytu Kuvayt, al-lughatu til. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib olamiz.